Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana qadrdonim, mana eng yaqin Yangi yo'l eng yaqin insonim mana. To'y qilyapti. Alloh ilohim duo qilib qo'yinglar, ilohim Yodgor akamning farzandlari baxtli bo'lsin ilohim. Va rostdan bu akamga havas qildim. Hozir mana to'yxonaga mana 3-patogga amallab kirgizib oldik. Xudoga bersa shukr. Ozgina shu videomizni ko'rayotganlar o'zi uchun bilib qo'ysin. Ozgina bizda noqulaylik shu ozgina sig'dira olmadik odam, lekin amallab oldik. Shukrlar domla xizmatda. Joninglar sog' bo'lsin. Jigarlarim, bu yaxshi yo'l aka. Yoshlar baxtli bo'lsin. Rozi bo'lsin, sog' bo'lsin. Xudo xolis kelasiga, aka, haqiqatini birga qilamiz, xudo xolis aka. Inshaalloh umringiz uzoq bo'lsin. Hammani uyida faqat to'y bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Gapimga qo'shilganlar kommentariyada amin deb qo'shib qo'ysin. Shunaqa to'ylar bo'lsin. Odam sig'dira olmaylar. To'yxonaga orqalardan shunaqa odam kelsa, odam sig'dira olmaylar. U hijolat bo'ladigan joyi yo'q. Bu insonning qanaqa insonligi. Aka ko'p to'ylarni ko'rganmiz. Odam ko'chadan kiring, yeb oling deb ko'chadan chaqirganlar ko'rgansiz. Stollar bo'sh o'tirgan. Aka bu ham sizni hurmatingiz, e'tiboringiz. Aka, Alloh rozi bo'lsin. Havasim keldi. Ilohim bizga ham shunaqa chiroyli to'ylar qilishni nasib etsin. Joninglar sog' bo'lsin.